Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismli tarixiy romanining birinchi qismini anglatishni boshlaymiz. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratmi jangi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'zlagi tutdim. Valla qurup kessin! Bizga va'nın kerki yok! Hey o'lodi, yomonlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sensa qo'lingni qonga palturmoqchi kelsan-da? Aytinglarchi, endi qanday qilamiz? Bularning qala harvisida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'val. Tömür akamning qabrisiga qarab baqib o'tgan. U qabridan hilimi daryo hasrat nadomat yoshlari yiqilib turibdi. Yig'idan qechib yiqilib o'lguncha maydonda erishib o'lgan yaxshi. Men bir tomchi qinim qog'ich so'qchiman. Dushmanga el bo'ladigan xo'ja Niyoz. Texi onasining qornidan yerga tushmadi. Birinci bab. Yang Zongshingning o'limi. Bu beyler evi ati qarshi turur. Bu qarshi ichindagi qarshi turur. Qutat Xubilikdan elindi. Miladiya 1928-yil yoz kunlarining biri. Çoğdak yelinjab turgan iyul quyoshi qiyamdan qayrilib pastga engishgan chaq. Urumchi shahrining janubiy qismidagi Nalyan mahallasiga joylashgan Gulzorliq hovlining jigarrang sirlangan darvozasi oldida bir jup bo'z arg'amoq qo'shilgan ko'nroq bir payton turardi. Arg'amoqlari pat-patli quyruqlarini shipalatib qo'yadi. Seriq saqiliga oq sanjilgan Horvikash paytonda yon boshlagan peti o'yli timidan ko'chaga chiqib turgan qor yog'och shoxlarining soyisida mugdab yotadi. O'ylining to'rt tarafidagi peshayvonlik uylardan birining havorang parda tortilgan derazalari ochiq edi. Kitob ishkoplari, rasm xarita, ustal va yumshoq o'rindiqlar bilan bezalgan ana shu uyda kiyim-kechak va chiroy qiyofatlari bir-biridan ro'shan farqlanadigan 3 kishi tomda esiqliq turgan aynak ramkaliq foto suratga qarab qiziq paranglashib turadi. Ularning biri 50 yoshlar chamisidagi o'ttir bo'y, oq seriq, sal dumchakrak kelgan kishi bo'lib, orqaga taralgan shalong sochlari uning peshonasini texmi kang ko'rsatib turadi. U o'ng qo'lida nepis, sur kostyumining peshi bilan o'zini yalpib, so'l qo'lidagi tamaki g'ongsi bilan oq sanjilgan qisqa burutini pat-patla qashlab qo'yadi. Bu kishi shu kunlarda jamoatchilikka to'nilgan tunji Uyg'ur ziyolilaridan Picholliq Tohirbek edi. Yana biri qapqara qo'y ko'zlaridan tafakkur uchqunlari chaqnab turadigan bug'doy o'nglik 40 necha yoshlar chamisidagi kang'ulluq, xushbichim kishi bo'lib, uning sipti qilib yonga taralgan qunduzdek qara, quyuq sochlari o'ziga to'limi yarashgan edi. U qo'llarini navodrang 3-chi kostyumining yonchuqlariga selib, kulimsirab turadi. Bu kishi Shamay, Toshkent, Qozon, Moskva va Leningrad qatorliq shaharlarga savdo tijorat bilan nurg'un qitim berib ko'zi echilgan va jamoat o'ttirsida ma'rifatparvarligi bilan donqi chiqqan turpan ostonalik Maqsud Muhiti edi. Uchinchisi ustiga qo'ltiqidan izmalanadigan uzun ko'kish tovartun, putiga qaramdullat xay kiygan o'ttiri boy. Chiroyi sidamroq kelgan o'riqroq kishi bo'lib,
so'l qo'li bilan shalong bo'rtini silg'an holda o'ng qo'lidagi yelpigish bilan o'zini yelpib turardi. Ko'rinishidan 50 yoshlardan oshgan bu kishining taqirlashib qolgan beshi o'ziga qaraganda sal cho'ngdak ko'rinadi. Bu kishi Urumchi viloyatining valisi, qo'shimcha Jangjung yamulining harbiy va xorijiy ishlar mahkama boshlig'i Pan Yaonian edi. Pan Yaonian Manchu xalqining oxirgi yillarida Yaponiyada qonunshunoslik bo'yicha oliy maktabni bitirib kelgandan keyin Xinjiangdagi yerlik sud so'roqchilari kollegiyasining boshlig'i bo'lib tayinlangan. 1911-yildagi Shanxay inqilobidan keyin ichkariga qaytib ketib, 1918-yili Oqsuning valiyligiga tayinlanib, yana Xinjiangga kelgan. Biroq Yang Zingshin o'qimishli kishilar oson gapga kirmaydi. Xavf xatar shulardan keladi. degan koni mantiqisi bo'yicha o'zining soyisidan o'rkib, uni Oqsuga mangdurmay, Urumchida bir zamon tutib turgan va Beijingdagi oyg'oqchilaridan Pan Yaonian atalmish ilg'or fikr iqimiga mansub xatarlik unsur ishgan degan ma'lumotni olgandan keyin bir gumoni ming bo'lib, uni ko'zga yaqin tutib turish uchun Urumchining valiyligiga tayinlagan ham uning orqasiga o'nlagan quloqlarni xuddi soyidek agashtirib qo'ygan edi. Darvaqa oradan 1-2 yil o'tar o'tmay Pan Yaonianning xavfli unsur ekanligi isbotlanib qoladi. Uning Xinjiangga Cumhuriyet nuri yetib kelmabdi. Manjuxon ag'dirilgan bilan uning xunuk arvoyi Xinjiangni qorong'i jangalga aylantirib qo'yibdi. Bu yerda na ma'rif, na madaniyat, na xalqchilikning qilchi asri yo'q ekan. Ichkaridan chiqqan amaldorlar Xinjiangga cho'ntak to'shqizish qilib keladi ekan. Ular xuddi dehqonlarning terilg'u va bog'voralarini vayron qilib, qo'rsqini to'yg'izgandan keyin qo'mishliqqa kirib ketadigan yov to'ngizlarga o'xshaydi ekan. degan gaplari Yang Zingshinni qattiq cho'chitib tashlaydi. Bo'libmi? Pan Yaonianning ba'zi gumonliq amaldorlari bilan, jumladan yerlik millatlar ichidagi ziyolilar bilan bordi keldisining qo'yuqligi qandoqdir dahshatlik ajal ko'langisidek ko'rinishga boshlaydi-da, Yang Zingshin uni ko'zidan yo'qotmoqchi bo'ladi. Ammo o'zining siyosiy raqiblariga qarshi kurashda tig' ishlatishdan ko'ra, hiyla mikr hunarini afzal ko'radigan bu qiyri general boyiqi fikridan darhol yenib boshqacha yo'l tutadi. Pan Yaonianni Xudoning dargohiga avatish tasamas, deb o'ylaydi u. Burtumni midiriltib qo'ysamlar, ish tamom va salom. Biroq munda qilsam, birinchidan o'zimni oshkorlab qo'yaman. Ya'ni Xinjiang va ichkiridagi raqiblarimning meni rostilla ilg'or fikrli kishilardan qo'rqadigan johil istibdod ekan deyishiga dastak tepib berib, ularning tugminiga o'z qo'lim bilan suv quygan bo'laman. Ikkinchidan, bir Pan Yaonianni ko'zdan yo'qotmoqlik bilan ichkiridan va bolsheviklar Rossiyasi, shundoqla arab turk ellaridan eqib kirayotgan g'alati fikr eqimlarining yamrab ketishini to'sib olg'ili bo'lamdi. Yaxshi, zaharni zahar bilan qaytirish, ya'ni menga qarshi Pan Yaonianni meni himoya qiladigan Pan Yaonianga aylantirishim joiz. Suv ichmaydigan qish yo'q, don yemaydigan qush yo'q. Qurot o'zining yumshoqligi bilan har qanday qattiq yog'ochnimi yeb tashlaydi emasmi? O'z zamonasida qurolliq isyon ko'targan temir xalpidak xo'xanzilar mening bu hunarimga bardoshlik berolmagan yerda, endi bu tolib mijoz Pan Yaonian nima qila oladi? Cho'jini kuzda sanaymiz texi. Mana buni aqlani lektisi bo'ladi. Yang Zingshin o'zining bu donishmandligidan mamnun bo'lgan holda qaqaqlab kulib ketdi-da, atsala Pan Yaonianni huzuriga chillatib, hech nima bilmagan kishidek uning bilan qizg'in holmon qilishdi. Oxirda Urumchining valiyligiga qo'shib Jangjung Yamul harbiy ishlar nazoratining nozirligi bilan xorijiy ishlar mahkama boshlig'i vazifasini birga o'tashga taklif qildi. Pan Yaonianning takror o'zini haqliq aytishiga qaramay, mening ma'murlarim ichida sizda qobiliyatliroq kishi yo'q. Uning ustiga siz menga bakmi ixlosmand kishi.
Osmon xudosi beshimni omon qilsa, kelajakda sizni o'zimga muavin qilib tayinlash to'g'risida markazga iltimos sunmoqchiman texi. deb gapni o'zvatdi. Shuningdan e'tiboran bu 3 mansab xuddi 3 o'mich to'ridek Panyoniyanning put-qo'lini tushab, gelini siqishga boshladi. U Yang Zongshinning bu ishlarni nima maqsadlar bilan qilayotganligini yaxshi tushungachga, endi Xinjiangda turib hech qanday ish qila olmaydiganligiga ko'zi yetib, ichkariga qaytmoqchi va Yang Zongshinni shu yerda turib pash qilib, yuqorining kuchi bilan taxtdan tushirmoqchi bo'ldi-da, bola chaqamni yo'qlab kelay deb ruxsat so'radi. Qari yer qaytadi yılanning ko'shiginini to'yadigan Yang Zongshin uning ruxsat so'rashdagi asli muddasini darhol pamlab, Voy birodar, har ikkimiz bu cho'l bayovanda sargardon bo'lib yurgan tirik arvalarga o'xshaymiz. Taqdir bizni bir palakka chetib qo'yibdi. Kelsak birga ketmaymizmi? Biroz sabr qiling, deb ruxsat qilmadi. Atsi Yang Zongshin o'zining rus tili tarjimonini chaqirdi. Oqsiriq kelgan bu kang peshonalik yigit Burhan shahidi edi. Yang Zongshin ustalda turgan ikki tiziq ziqcha oltinni uningga ko'rsatib mundoq dedi. Siz mening nomimdan pandarini yo'qlig'ach berib, bu oltinlarni uningga bering. Bola chaqsiga avatib bersin. Pandarin sizni yaxshi ko'radi. Shundoq emasmi? Sizni bu xizmatni obdan baja keltirishingizga ishonaman. Ammo bu sirni o'zingizdan bo'lak hech kim bilmasligi kerak. Xo'p, hozirli boray, dedi Burhan shahidi yili qiziqcha oltinlarni ehtiyot bilan qog'ozga yo'g'avitdi. Ammo uning qo'llari ixtiyorsiz titrab ketdi. Chunki Panyoniyanning ideologiya jihatdan Yang Zongshinga qarshi iqimdagi kishi ekanligini u bir qadar tushunadi. Shundaq turuqliq Yang Zongshinning munchivola sehiylik bilan uningga 200 sar oltinni in'om qilganligi. Uning ustiga Pandarin sizni yaxshi ko'radi degan gapi Burhan shahidini tamtirtib qo'ygan edi. Hey, bu qanday gap bo'ldi? Men Yang Jangjongdan pul so'rmagan edim-ku. dedi Panyoniyan o'zining uyida Burhan shahidining ko'ziga tikilib turib. Hey, janobingizning oldida men xijilman, dedi Burhan shahidi. Amaliyotda o'zim hech narsani tushunmayapman. Hey, meni setib olmoqchimidi? Ha? Astag'firullah. Yang Jangjong janoblarining Pandarin sizni yaxshi ko'radi. Bu xizmatni obdan bajar keltirishingizga ishonaman degan gaplari qo'liqimning tubida jaranglab turibdi. Agar siz bu ziqchilarni olmasangiz, Panyoniyan birdam ishini tinglab o'ltirgandan keyin mundoq dedi. Hammani tushunyapman. Bularning hammasi mening beshim uchun to'lmayotgan haq. Yang Jangjong janoblari qo'sh-qo'sh mansab bilan put-qo'limni tushib qo'ygan edi. Keyinmi yana ko'ngli tinmay, endi oltin bilan mening og'zimni kapsharlab etmoqchi. Shundaqmi? Buning hammasi Yang Jangjongning odamlarni idora qilish farosatining bir qismi. O haqiqatan farosatli arbob, ammo odamshunos emas ekan. Men sizga ishonib turib shuni aytayki, dunyoda pul bilan setib olg'ili, kuch bilan egilib olg'ili bo'lmaydigan bir narsa bor. Uning iti qalb. Bu gaplarimni Yang Jangjongga aytsangizmi mayli, ammo sizning anglab qolganingiz yaxshi. Siz texi yosh, hayot manzili uzun. Burhan shahidi bu gaplarga javoban Panyoniyanning o'riq barmoqlarini mahkam siqqan holda uning ko'zidan xiylig'ichi ko'zini uzmadi. Ustalda yenib turgan yo'g'on kirsin lampaning nuri ularning kirpiklaridagi ushoq yosh tomchilaridek jilva qilib turadi. Ba'zi materiallarga qaraganda Yang Zongshinning Panyoniyanga shu xildagi in'omlarni avatishi bir necha qitim takrorlangan. Vaqt o'tgan sari Panyoniyanning mijoz xulqidimi ba'zi o'zgarishlar ko'rilishga boshladi. Psixologiya olimlarining ta'biri bilan aytganda, u amdi tosh mijozli kishidan ish mijozli kishiga aylanib qolmoqda edi. Ya'ni Xinjiangda jumhuriyat tuzumini yurgizish, millatlar barobarligini yo'lga qo'yish, poraxo'rlikni qat'iy tugatish,
muarifni taraqqiy qildirish lozim deganga o'xshash gaplarni qilishning o'rniga xuddi bir narsasini yutirib qo'ygan kishidek ichini tinglab jim yuradigan bo'lib qoldi. O'z raqibining bu ahvolidan xabar topgan Yang Zingshin o'zining parasitidan mamnun bo'lib, Sadigan kitay oltin. Sen nima degan xosiyatmasa? O'zing o'tni ergan bilan seni o'tni eritadigan odamlarning o'zini sen eritib tashlaysan emasmi? Yegan eg'iz o'ylido degan gap rost ekan, ha? Amaliyotda Panyonyandagi bu jimg'urlikning tegida dahshatlik bir portlash kuchi tovlanmoqda edi. Aql ko'zi bilan kuzatganda bu jimg'ur odam xuddi yuzi tep-tesh turganda qilgan bilan tegida qaynam tashqinliq bir kuch avj elib, yelidan yeli qattiq to'lqinlanib ketadigan dengizga o'xshatdi. Yoki yilgar tulkini bir pay o'q bilan etib olish uchun daraxtlar orasida demini ichiga yutib, payt kutib turgan ovchining o'zi edi. Mamlakat bo'yicha shimoliy militaristlarga qarshi hayvatlik inqilobiy urushning natijasida 1928-yili yozda Beijing militaristlar hukumati og'tirildi. Biroq inqilob g'alabasining mevasini Jiang Jieshi boshchiligidagi Kuomintangchilar qo'lga tushirilib, Nanjing hukumatini ta'sis qildi. Cho'ng militaristlar Nanjing hukumatiga bay'at qildi. Endi burunqidek mustaqil kinoz bo'lib olishga ko'zi yetmagan Yang Zingshinmi Nanjing hukumatiga bay'at qilish yo'li bilan o'z hokimiyatini yana saqlab qolmoqchi bo'ldi va Xinjiang o'lkalik hukumatining yangi tarkibini tuzishga kirishdi. Panyonyan bu yangi hukumat tarkibida yo'q edi. Bu ahvol uning yarasiga tuz sepib, o'g'zini texma qaynatib qo'ydi-da, jiddiy harakatga kirishdi. Panyonyanning harakat markazi Urumchidagi Ruscha siyosiy qonun texnikumi bo'lib, Yang Zingshin bu texnikumni o'ziga yaramliq diplomatik xodimlar yetishtirish maqsadida o'z qo'li bilan ta'sis qilgan. O'zi tahriy mudirlik vazifasini ustiga olgan edi. Panyonyan Yang Zingshin nomidan texnikumning bosh mufattishlik vazifasini qo'shimcha o'taydi. Texnikumning ilmiy mudiri Jiang Chungxi Panyonyanning eng sodiq saptishi edi. Shundaq bo'lg'achqa bu texnikum Panyonyanning bevosita ta'sirida edi. Ata, ana shu texnikumda birinchi qaror o'quvchilarning o'qish bitirish murosimi bo'lmoqchi. O'qish bitiradiganlar orasida bir Uyg'ur yigitmi bor edi. Zilvu bo'yliq, oq yuzli kelgan bu turpalliq yigitning maktabdagi ismi Yu Wenbing bo'lib, o'z ismi Yunus edi. Odatda milliylar uni Yunus Bey deb ataydi. Murosimdan bir kun burun atiganda Panyonyan bilan ilmiy mudir Jiang Chungxi uni o'z ishxonasiga chaqirib, murosimda o'quvchilar nomidan so'zga chiqishini topshirdi. Men buningga ojizlik qilaman, dedi Yunus Bey qizirib ketdi. Yo'q, siz bu texnikumda orp ichidagi bir bug'doydak birla Uyg'ur. Onun ustiga o'qish natijangiz a'lo, dedi Panyonyan kulimsirab turib. Mundaq bo'lsin, deb qo'shimcha qildi ilmiy mudir Jiang Chungxi. So'z tekstini yozishga men yordam qilaman. So'zga chiqqanda oldi bilan Yang Jiangjongga ta'zim qilishni, so'zingizda Yang Jiangjongning oliyjanob fazilatlarini maqtab o'tishni unutib qolmang, ha? Yunus Bey adab bilan ta'zim bajo keltirib ishxonadan chiqib ketdi. Bu yigit o'zingizga ma'lum, haqiqatan talantli iste'dod sohibi ekan. Qalam quvvati bilan nutq qobiliyatiga qarab, 4 yilgacha uning Uyg'ur ekanligini anqirolmay yuribdiman. Mening ko'zlashimcha, Uyg'urlar noita emgakchan, ishqi qobil, xushfe'l, aqlliq, zirak millat ekan. Bulardan ne odamlar yetishib chiqishi mumkin. Afsuski, bolalarni o'qitishga toza qiziqmaydi ekan. Maktabdan qochirdi ekan. Hatto yurt jo'nlari bo'lgan odamlar o'z bolalarining o'rniga kambag'allarning bolalarini to'lan berib, olvonga tutib berdi ekan. Panyonyan "Hey birodar" degan xitob bilan ilmiy mudirning so'zini bo'lib mundaq dedi.
Hey birodar, buning hammasi bizning siyosatimizdan kelib chiqqan tragediya. Xinjiang xalqi Yang Zhangzhong janoblarining xalqni nodonlikda tutish siyosatining qurboni bo'lmoqda. Qani aytib beqinglar. Xinjiangda yerlik millatlar o'z ona tilida o'qiydigan biror hukumat maktabi yoki shundoq maktablar uchun muallim tarbiyalaydigan biror kurs bormi? Yo'q. Hatto yerlik xalq ichidagi munavvar zotlar, masalan, To'rpandagi Maqsud Muhiti, Qashqardagi Abduqodir Damo'li qatorliq kishilar bir nimalarni qilib yangi maktab ochsa, bizning hukumat ularga nima bo'xtonlarni choplamadi, ha? Nima xafaliklarni yetkazmadi. Onun ustiga Xanzuchi sho'tanglarda o'qib chiqqan Uyg'ur bolalari ambaldarlarga tunchi bo'lishdan bo'lak nima istiqbolga ega. Anglashimcha Uyg'urlarda ambilidan tunchisi yomon degan so'z bor ekan. Bu bekorga chiqmagan so'z. Shundoq to'riqliq. Yerlik xalq o'z bolalarini o'qitishga qiziqamdi. Xayr. Bu gaplarni hozircha qo'yib, o'z ishimizga kelaylik. Murasim bag'oqlari to'liq tarqitilib bo'ldimi? Ha. Hele qishlarcha hammasi joyidimi? Hamma ish joyida. Vali janoblarning xotirjam bo'lishini so'rayman. Ilohim shundoq bo'lsin. Bugun shanba, ata yakshanba. Osmon xudosi bu yakshanba kunining tarixda unutilmas bir xotir kun bo'lib qolishini nasib qilsin. Ular yana birdan pichirlashgandan keyin Panyonyan xo'shlashib o'z uyiga qaytdi va tushlik g'azosidan keyin o'z ichra Tohirbekni yo'qlig'isi kelib, boya aytilgan gulzorlik ho'ylig'i kelgan edi. Tohirbek shu ho'ylida bir necha ig'iz uyni ijaraga elib o'ltirdi. U Panyonyanga Maqsud Muhitining hozir Urumchida ekanligini aytganda, Panyonyan darhol uni chaqirib kelishni taklif qildi. Shunda qilib bu uchaylan choy-poy ishgach biror soatdan buyon paranglashib o'ltirdi. Parang davomida Panyonyanning ko'zi tomdagi heliqi foto suratga tushib qoldi. Bu surat Shinxay inqilobi natijasida 1912-yili 1-oyning 1-kuni Jungo tarixida tunji qitim jumhuriyat qurilib, buyuk rais jumhurligi saylangan Sun Jungshan apandining oz sonliq millatlar vakillari bilan tushgan xotira surati edi. Tohirbek shu qitimqi Xinjiang vakillar o'mikining boshlig'i bo'lib, suratda Sun Jungshan apandining yenida o'ltirdi. Panyonyan suratga qarab mundaq dedi. Bu suratni sizning uyingizda 3-qitim ko'ryapman. Har ko'rganimda yangi ta'sirotlarga cho'milib ketaman. Siz Sun Jungshan apandini Uyg'urlar ichidan tunji qitim ziyorat qilgan kishi. Sun Jungshan apandining Uyg'urlar ichidan tunji qitim ko'rgan kishisi siz bo'lsangiz kerak. Shundaqmi? Shundoq. Dedi Tohirbek. Menmo bu suratga har qitim qarg'inimda Sun Jungshan apandini cho'nqur hurmat bilan aslayman. Ammo bizga bergan va'dalarining amalga oshmaganligiga qattiq ichinaman. To'g'ri aytdingiz. Cumhuriyet programmasi bo'yicha as-sonliq millatlar rayonlarida yerlik muxtoriyatni amalga qo'yishga, iqtisodni taraqqiy qildirib, ma'rifni gullantirishga apandimizning umri yor bermadi. Menimcha, deb gapga qo'shildi Maqsud Muhiti. Yang Zhangzhongdek kishilar hokimiyat beshida turadigan bo'lsa, Sun Jungshan apandi 100 yoshga kirgan taqdirdimi, uning g'oyalarining amalga eshishi yo'q ish bo'lib qoladi. Chunki yo'lda yotgan tosh qachonli bo'lmasin, Harunning menishiga putlikashon bo'ladi. Uning Xanzuchi talaffuzini buzuqroq aytgan bu gaplarini diqqat bilan anglab turgan Panyonyan xuddi biri uning ko'nglidagini tepib so'zlayotgandek birdan hayajonlanib ketdi. Muayta to'g'ri aytdingiz, to'g'ri aytdingiz. Ba'zilardan anglashimcha, Yang Zhangzhong, men Xinjiangni Junhua Mingoning ayrilmas bir o'lkasi qilib saqlayapman. Agar men bo'lmasam, ish chatoq deb maqtamanmish. Xuddi u bo'lmasa, to'yani o'g'rilib qochdigandek. Nisbiy jihatdan bu balki to'g'ridir. Ammo Xinjiangning Zhangzhongi bo'lgan odam bu vatan zaminni mahkam saqlamay, o'g'riltib qo'ysa, u holda Yang Zhangzhong mustabid millat tarixli bo'lib qolmay, vatan sotqish bo'lib qilish kerak-da. Shundoq emasmi? Inson uchun buningda yomon jinoyat yo'q.
Panyonian bu gaplarni anglab, texmi hayajonlanib ketdi va Qaltis fikir. deb Tohir Begning qo'lini tutib bir nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin tilining uchiga kelib qolgan gapni yutib o'tib, kitob ishkoplari tarafga burildi. Ishkoplar Xanzucha, Ruscha va Toshkent, Qozon, Istanbul matbuotlarida besilgan turli kitoblar bilan to'lgan edi. Deriza oldidagi uzunchoq ustalda Pravda, Qizil O'zbekiston va Tianjinda nashr qilingan Dagongbol gazetlarining bir qism sonlari bilan bir muncha jurnallar yeyilib yotadi. Panyonian kitob jurnallarni ko'zdan kechirib, o'ziga notanish tildagilarni bir qur surishtirdi va oxiri mundaq dedi. Sizning bu kutubxonangiz texmi biyib ketibdi. Bu uyda o'ltirib, jahonning xeyli bir qismini ko'rgili bo'ladi ekan. Agar Xinjiangda mushundoq kutubxonalar ko'payaversa, bu zaminning osmoni xuddi tong sho'lisi chechilgandek asta-asta yorishqa boshlaydi. O chaqda Yangjangjongdek shaharlarga jahon torliq qilib, choshqan to'shki saroy bo'lib ko'rina. Hammaylan kulishib ketdi. Bir ozdan keyin Panyonian ketishga ruxsat so'radi. Tohir Beklar uni darvozagacha uzatib chiqdi. Aytmoqchi, Burxon apandi ko'rinmaydi-ku. Dedi Panyonian darvoza oldida to'xtab. Tohir Bek uning Yangjangjong topshirgan muhim bir ish bilan atiganda Turponga mengishga yo'l tayyorligi qilayotganligini aytdi. Xayr, xo'sh. Ko'rishaylik. Men sizlarni Jangjong yamiliga chaqirtaman. O'tganga pushaymon, bugunga qanoatlanmaslik, atigi umid. Bu inson hayotiga doim hukmronlik qilib turadigan bir xil mantiqiy formula. Lekin insonning atisiga odatda kutilmagan hodisalar hamroh bo'lib keladi. Shu sababdan lekin bugun shuncha uzun billa bo'lganligiga qaramay, Panyonianning atislarni chaqirtaman degan gapi Tohir Beglarni bir oz hayron qilib qo'ydi. Ularning ko'ngli bir nimani tuyg'andek tashvishlanishga boshladi. Nemishqa chaqirdi ekan? Dedi Tohir Beg asta pichirlab. Hay tangay, hech nimaga tushunmadim. Deb beshini chayqadi Maqsud Muhiti. Degandekla, atsi Urumchida hech kutilmagan bir voqea yuz berdi. Bu kuni yakshanba bo'lishiga qaramay, kun bo'g'di cho'qqisidan nayzi bo'yi ko'tarilish bilan harbiy va mulkiy amaldorlarning mapi paytullari Urumchi shahrining shimoliy darvozasi yenidagi do'nglikda cho'qchiyib turgan butxona ko'rinishidagi haybatlik ho'yli tarafga eqishga boshladi. O'z zamonisida Xinjiang bo'yicha eng oliy bilim yurti hisoblangan Ruscha siyosiy qonun texnikomi ana shu ho'yliga joylashgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugun bu yerda birinchi qaror o'quvchilarning o'qish bitirish murosimi bo'lmoqchi edi. Qizil, yeshil qog'oz lotalar bilan bezalgan so'zinchoq zalda 100 dan oshiq kishi kimnidir kutib jim o'ltiradi. Dal choshgoh vaqtida o'ri yoqiliq oq harbiy pashmat ustidan kang rangdor lentisini esib, ko'krigiga ko'zni chaqnatib turadigan har xil orden medallarni taqib olgan gavdalik bir odam jarangliq harbiy orkestr sadolari ichida bir to'p kishi bilan sahnada paydo bo'ldi. U gulduras olqishlarga javoban zarb esilgan oq po'piklik o'ri shapkasini tuzab qo'yib, zaldagilarga tabassum bilan qo'l pulanglatgach sahnaning to'ridan o'rin oldi. Bu Yang Zongshin edi. Yuqori darajalik mansabdorlar bilan birga Sovet konsuli Kovluhmu shu qatordan o'rin oldi. Zaldagi hamma kishining diqqati Yang Zongshinda edi. Ular go'yo xush muomala, muloyim, farosatlik va tadbirdonishlik bilan hurmatga sazovor deb atalgan bu mo'ysibit hukmdorni tunji qitim ko'rayotgandek uningdan ko'zlarini uzmaydi. Umu o'zini sodiq muxlislari orasida o'ltirgan dilkash qiyri shayxdek hammaga mehribonlik bilan teksh qarab kulimsiraydi.
Faqat konsul Kovlovla og'zidagi tamakisidan ko'kish chambaraklarni chiqarib, hech nimaga parvo qilmagandek o'zini tik tutib o'ltirdi. Panyonian munbarga kelib, murosimning boshlanganligini tantanalik so'zlar bilan jakarlab o'tgandan keyin Yang Jangjong janoblarining qadam tashrif qilganligiga samimiy minnatdorlik bildirib o'tib, Ma'arif nazoratining nozirini so'zga taklif qildi. Uningdan keyin Panyonianning taklifi bilan qizg'in olqish sadolari ichida Yang Zongshin munbarga o'tdi. U yashinib qolganligiga qaramay, yo'g'on gavdasini tik tutib, bo'm ovoz bilan ruhliq so'zlaydi. Axir uzunga so'zilgan nutqini mundaq so'zlar bilan oyoqlashtirdi. Mening sizlarga deydigan ko'p gapim yo'q. Yig'ib aytganda birla jumla gapim bor. Hammanglar Shinjonglik, atlar jamiyatga chiqsalar, bu yerning ishini buzib qo'ymanglar. Shuni esinglarda tutinglarki, mubada bag'an o'rninglarda qandoqdir inqilob deydigan biror harakat bo'lib qolsa, mening qilichim oldi bilan sizlarning beshinglarda o'ynaydi. U so'zlayotganda Ma'muriy ishlar nazoratining noziri uzun turar Jinshurin apyun xumori tutib qattiq asnab o'tirdi. Axir qo'rsqini tutgan peti tugilib qoldi va Yongzinshinning so'zi tugash bilan ruxsat so'rab ketdi. O'quvchilar vakili Yunus Begning so'zidan keyin murosim oyoqlashib, mehmonlar ziyofatga taklif qilindi. O'ylining ichkarisidagi kichikroq bir zalga bir necha yumaloq ustal qo'yilgan edi. Yang Zongshin bir necha yuqori darajalik amaldor bilan o'ttiridagi ustalga joylashdi. Uning yenidagi ustalda kulrang shim kostyum kiygan konsul Kovlov, oq shilapa va oq ko'ylak kiygan chiroyli xonimi bilan o'tirdi. Panyonian boshliq bir qancha amaldorlarmu mushu ustalda edi. U mushu texnikumning bosh mufattishi bo'lish sifati bilan sohibxonalik vazifasini o'tab turadi. Qolgan ustallarmu amaldorlar bilan to'lgan edi. Puxrachi kiyingan mulozimlar qush qanotidan yasalgan yo'g'on yalpigishlar bilan mehmonlarni yalpib turadi. Ko'k ko'nglak ustidan oq partuq tortib olgan xodimlar tarlab pishib oshxona bilan zalning o'ttirsida xuddi bobkarning mo'kisidek qatnab yuradi. Yang Zongshinning 8 nafar xos muhofizatchisi boshqa amaldorlarning muhofizatchilari bilan birga tashqarqi hovlidagi ayrim uylarda mehmon qilinayotdi. Yang Zongshin yo'g'on gavdasini bir xilda chayqab, semiz barmoqlarini akchilik bilan chiqarib, yenidagi harbiy amaldor bilan tepishmoq o'ynab o'ltiradi. Va o'z raqibini pat-patli ufitib olib, bo'm ovoz bilan qaqaqlab kuladi. Boshqa ustallardami tepishmoq o'ynash bilan kulka ovozlari yangrab turadi. Shu arada texnikumning ilmiy mudiri Jang Chungshi o'zining oldida turgan botilkani Panyonianning oldiga sal ishtirib qo'ydi. Tayyor bo'ldimi? Dedi Panyonian uningga qarab. Tayyor bo'ldi. Dedi ilmiy mudir Yang Zongshin o'ltirgan ustalning qishida yelpigish tutib turgan pakar bo'yliq mulozimga darhol nazarni yutgan. Panyonian qadahlarga haroq to'ldirib o'rnidan turdi. Konsul Kovlovni qadahga taklif qildi. Bu taklif bilan tangla boyiga yelpigish tutgan pakar bo'yliq mulozim qo'ynidan topancha chiqarib tepkisini besivatdi. Ko'mi qo'noq dinidek ishkital qo'g'ishin Yang Zongshinning yo'g'on gavdasini po'msakda qonqitibdi. Tömür xalpi qatarliq necha o'lg'an azmatlarning qinini ishchib, Abduqodir Domolladek ilm irfon yulduzlarining jiniga zomin bo'lgan. 20-asr sharoitida o'ttira asr jaholatini davomlashtirib, hokim mutlaqlik taxtida 17 yil davron surgan bu odam qattiq chirqirab, nimanidir demoqchi bo'ldi-yu, Panyonian otgan 3-o'q bilan yerga dum tushdi. Onun bilan tepishmoq o'ynab o'ltirgan hiliqa harbiy amaldormu yenidagi yana bir hamrohi bilan o'q yeb jinidan juda bo'ldi. Panyonianchilarning topanchilaridan chiqayotgan oqish is bilan qoplanib ketgan zalda patparaqchilik boshlanib, go'yo qiyomat dahshati hukm surmoqda edi. Tashqarqi o'ylinimi miltiq ovozlari qoplab ketdi.
Yang Zingshinning tirik qolgan bir chalimas muhofizatchisi tom tuvida yukinib o'ltirib, kimdandir bir qo'shiq qiynini tilab yerga bosh uratdi. Yana biri ehtimol muhofizatchilar boshqa bo'lsa kerak, Panyonyanchilarga g'ayurlik bilan qarshilik ko'rsatib, ishkirki zalning bo'sug'isiga kelganda bir tal o'q bilan domlab ketdi. Kimdir biri uning yerda yotgan mavzirni elib beliga qisib oldi. Dal shu chaqda Yang Zingshinning jasadini uyon-buyon o'rib, yonchuqidan ochqich eliyotgan Panyonyanning ko'zi konsul Kovlovga tushib qoldi. Kovlov chiroyi tomdek totirib ketgan xonimini yetaklab, zalning yon eshigidan ishtik chiqib ketayotdi. Sizlarga hech qanday xavf yo'q, deb varqirdi Panyonyan ruscha talaffuzini buzibroq so'zlab. Shu kamgacha kishilarga tolib mijaz ko'ringan Panyonyan endi jangovar sapning qo'mondonidek qo'llarini pulanglatib, o'z hamrohlariga chaqqonlik bilan buyruq berdi. U shu xilda o'zining birdan bir qo'shini bo'lgan 20 dak kishini orqasiga silib, Jangjung Yamuli tarafga yugurdi. Jangjung Yamuli vaqa yuz bergan yerdan ancha yiroq emas edi. Panyonyan Yamulning 3-zaliga joylashgan harbiy mahkamaga besib kelib, tamg'idardan Yang Zingshinning seriqlatiga yo'galgan yo'g'on tamg'isini topshirib oldi va darhol yuqori darajalik amaldorlarni yig'iniga chaqirib, bir qancha choparmandan jiddiy uqtirish tarqatdi. Boya murosim vaqtida apyon xumari bilan uyga qaytib, shishi gumbaz tuvida yotgan ma'muriy ishlar nazoratining noziri Jin Shurin choparman akelgan jiddiy uqtirishga qarab, birdan hongtong bo'ldi-da, kongdan tushib, uyon-buyon mengishga boshladi. U aslida o'z xo'jayinining chiroyiga qarab ish qiladigan itoatmanlik tabiati bilan Yang Zingshinning ko'ziga issiq ko'rinib qolg'achqa, texi 2 yil burunla Urumchining omborligidan hozirgi mansabga ko'tarilgan edi. Qanday qilish kerak deb qattiq o'ylanib qoldi u. Dal shu chaqda boya Yang Zingshin bilan tangli o'q yegan hiliqi harbiy amaldorning o'g'li pullik komandiri Du Goji o'diqqan holda kirib, Jinshurin bilan koni yurtdoshligini shipi keltirgan holda dadisi uchun intiqom elishga yordam berishni talab qildi. Orqadilla Jinshurinning yana bir yurtdoshi harbiy ofitser Jang Peygan kirib, Panyonyanchilarni jazolashga butun bir batalyonni safarbar qilganligini aytdi. Shuning bilan Jinshurin xuddi yangi bir aql topgandek birdilla tetiklashib, Yang Jangjung uchun intiqom oladigan kuchlarning sardori sifatida maydonga chiqdi. Birdamda bir necha yuz cherik harakatga kelib, Panyonyanchilarni qorshib oldi. 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 Qorshib oldi.